Avtomobilimizda tashbaqa yongan, mashina 60 dan o'tmaydi, zaradka olmaydi. Zaradkasi 60% dan keyin 0 ga tushib qoladi. Buning sabablari avtomobilda antifriz kamayib ketishi yoki batareyada disbalans paydo bo'lishi. Hozirgi holatda avtomobilda disbalans 600 mV da disbalans bo'lib ketgan, batareykasini yechib balansirovkasini qilishimiz kerak. Kompyuterda ko'rishimiz mumkin. Har bitta yecheyka mana eng minimali 385, maksimali 4.012, ya'ni orasida 600 mV farq bor va batareyaning sostoyaniyasi, здоровый batareya yo'nqisi 82.7% ga. Balansirovkasini qilishimiz uchun batareyasini yechib olamiz va professional launch jihozlari bilan batareyani balansirovkasini rovni bir xil o'ringa olib kelamiz. Hozirgi holatda batareyamiz eski bo'lgani sababli va 600 mV disbalans bergani sababli 1 oydan 3 oygacha ish jarayoni davom etadi. Xuddi shu masala bo'yicha kelgan avtomobillarimizdan bittasi tayyor, hozirda yig'ilish jarayonida. Elektromobil va gibrid avtomobillarda har qanaqa xizmat bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ishinglarni tez va sifatli, chiroyli qilib bitiraveramiz. Sog' bo'linglar.